Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 30-mart bilan ham xayrlashyapmiz ekan. Mana 12dagi reysimiz. Kecha kimdir yozibdi, siz qachon vaqtida yurgansiz deb. Aka, siz вообще kommentariy yozmang, iltimos. Meni вообще akkauntimga kirmang. Shunday o'tib keting. Meni ovozim chiqqan joydan sizdan iltimos. Atayin turibmizmi hozir Farhod aka? Nimaga turibmiz? Bir kishini kutib turibmiz. 12dan 5 minut o'tdi. Kimga turibmiz? Bitta odam kutib turibmiz. Odam yig'ib turganim yo'q, to'g'rimi? Bir kishini kutib turibmiz. Har kuni birov yozadi, siz qachon aytgan vaqtda yurgansiz deydi. 15-20 minut biron narsani hal qilmaydi-ku, to'g'rimi? Shuni aytaman. Zakaz qanday? Yaxshi. Telefon qildim. Inshaalloh ketyapsiz. Joy, pokizaligi, sharoit, muomala tavsiya qilsangizmi? 100%. Ilohim aytganingiz kelsin, sog' salomat yetib oling. Ziyohiddin aka, bolalar ketyapti. Aka, nima deysiz? Kurtkalarni yeching, qaynab ketasiz hozir. Tozaligi, pokizaligi, aytilgani, zaryadka, hamma narsa bormi? Sharoitlar joyida. Muomala. Muomala 600 zo'r. Siz bergan pulga rozimisiz? O'ta ham roziman. Ilohim sog' salomat, siz aytilgan narsani inshaalloh ana u bola kutib oladi-ku. Aytib qo'ying-a, men shuncha kundan keyin qaytaman deb. Sizda потому что bu ikkinchi kirdi chiqdingizda, tushundingizmi? Chegaradagi. Akmal aka, nima gap? Yaxshi. Otabek aka, Akmal aka deb boribman-ku. Necha kun oldin aytdingiz? 3 kunmi, 2 kun oldin, ha? Ishonarlimi? Yaxshi, zo'r xohlasan. Zaryadkalarni qo'shib qo'ydingizmi? Zo'r. Ha. Nima deysiz? Zo'r hamma joyi. Yo'q, uxlamatdi. Yo'q. Ishonarlimi aka? Ilohim sog' salomat yetib oling. Aytilgan narsalar hammasini amalga olsak, o'ta go'zal bo'ladi-da. Так, Tojikiston бопешь, это все бесполезно, ты ну вот этого плохо ты делаешь. Как твой заказ? Валикум ассалам. Надежный? Да, нравится. Можно предлагать остальные всем, да? Ну да, ничего, на будущее. Сатвойс. Бопешь Tojikiston? Ну, ақ жол тебя. Akmal aka. Nima deysiz?